Tak, hammaga salom do'stlar, kanalga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi videomiz YouTube'da ko'zim tushib qoldi do'stlar. Bu yangi Sherlock Paukka va treylerini ko'rmoqchi edim. Ideya kelib qoldi do'stlar. Birgalikda bir ko'rib, reaksiya qilamiz do'stlar. Hali ko'rganim yo'q, lekin tayyorlab qo'ydim do'stlar. Video qilib chiqishga qaror qildim do'stlar. Hali lekin ko'rganim yo'q o'zim. Ko'ramiz hozir. Tak, birgalikda reaksiya qilib ko'ramiz do'stlar. Uni ham taxlab chiroyli qilib takoy qilib qo'ydim do'stlar. Tak. Bo'lmasa do'stlar hozir. Hop. Qarab olamiz. Ko'ramiz. Mana o'zi tayyorlab qo'ydim do'stlar. Endi загрузиться. Первый день в Мичиганском технологическом. МJ, ну-ка, сделай вид, что ты... Esinglarda bo'lsa do'stlar, oxirgi qismida Doctor Strange'mi? O'shandan mana hamma unutsin degandi. Уже bu do'stlari, sevgan qizi hammasi uni уже unutgan. Men Человек Paukligimni unutsin demagandi. Agar eslab ko'rsanglar, ko'rganlar bo'ladi. Mani hamma unutsin degan. O'sha uchun motori ketib qolgan uchun hamma uni даже o'sha Peter Parkermi kimligini ketsa, u даже unutib tashlaganlar. Hozir endi ko'raman. Bular уже hozir do'stlari уже buni вообще borligini ham tanimaydi ham. Сейчас не на седьмом небе от счастья. Bu sevgan qizi do'stlar. Могу. Да, я тоже. Ой-ой-ой-ой-ой, фантастический прыжок. Kamerani qaranglar do'stlar. Maskasini ichidan. Kinoni o'zi ishlash kerak edi. Ko'ramiz do'stlar, davom etamiz. Привет, меня зовут Питер Паркер. Вы меня не помните? Mana do'sti, eng yaqin do'sti. Bu ham esdan chiqarib olgan do'stlar. Hayot shunaqa. Но мы знали друг друга. Надвигалась беда, и чтобы ее остановить, пришлось заставить всех забыть меня. Eshitilam bir yomon hodisa bo'lganda hammani esdan chiqarishga shunaqasi to'g'ri kelgandi deb hozir aytib o'tdi. Ведь я не только Питер Паркер. Я Человек-Паук. Человек-паук. Ой-ой. Чё, Фрэнк? Ой-ой-ой. Mana taniydilar bu. Nima edi ismi? Karatelmi? Qanaqadir ismi edi do'stlar. Kim bilsa ismini izohda yozib ketinglar kommentariyada do'stlar. Esimda yo'q, lekin kino skeletda rasm bo'ladi-ku. Bronjiletda. Тачка меня таранит! Хорош скулить. Ладно, давай. Ой-ой-ой. Вот ублюдок. Hozirda to'kilmoqchi bo'ldi, reska og'zini yopib tashladi do'stlar. Bu juda bir kinosi zo'r. Tavsiya qilaman do'stlar, ko'rib chiqinglar. Иди домой! И Человек-паук должен идти на жертвы, даже если это разбивает Питеру сердце. Ой-ой-ой. Sevgan qiz уже. Что со мной происходит? Wow. Do'stlar. Yangi уже qismini syomka vaqtida kim ko'rgan bo'lsa, уже buni e'lon qilishgandi, чтобы mutatsiyadan o'tadi deb podskaska berishgandi va internetda tak multfilm sifat nimasi bor edi bularni? Kombomi nima deydi? Xullas o'shanaqa narsasi уже bunda ham bilgandi, уже mutatsiyadan o'tdi bu do'stlar, уже tipa boshqatdan tug'ilib, уже esinglarda bo'lsa, oldinlari qo'ldan chiqardi Pauk. Bunda уже bunga kelgandan keyin ixtiro yasab, bu hozir o'zini o'sha terisini ichidan chiqadigan bo'lgan. Hozir qo'liga qarang, matog'i yo'q, temir matog'i bo'ladi, pautina o'tadigan. Yo'qligini bilib qoldi уже.
Hoppa. Qo'ldan chiqdi, o'zi ham hayron qoldi. Простите, доктор Беннер, Legenda. Xalq. мне нужна помощь. Но для начала представьтесь. Hoppa. Даже xalq ham unutib o'rganman. Человек-паук. Peter Parker вообще unutgan hamma. Уже mana mutatsiyadan o'tgan. Mana qo'ldagini qaranglar do'stlar. Temiri bor. Уже bu terining ichidan chiqadi endi. Если ДНК мутирует, это максимально опасно. У пауков 3 жизненных цикла. В период между циклами паук может становиться уязвимым. Мы столкнулись с угрозой, которой не понимаем. Ko'rdinglarmi do'stlar? Понимаем. Bunaqa yangi tipa buni dushman chiqqan, xohlagan odamga teleport qilib, misol uchun o'tib ketadi. Hozir 3 kishiga o'tdi. Shu yerda o'ziga 3 kishiga o'tdi. Который не видим даже. Не стой у меня. Uf, tanidinglarmi buni? Multfilmlarda chiqqan, va'da qilinganda Skorpion bu. Oldingi eski multfilmlarni ko'rganlar уже biladi. Yoshlikdan multfilm jurnallarda chiqardi. Yuzini ham lekin aktyorni topishib. На пути. Oy, Skorpion. У тебя крыша едет, парень. Но если паук выживает, у него начинается Ninjalar. Kompaniya. Ninja. Bilmadim, bilganlar izohda yozaveringlar do'stlar. возрождение. Человек-паук. Новый день. Цветочки? О, так это я на новоселье? Я МJ. Ha, boshqatdan tanishishni boshlashdi. Я ваш сосед, получается. Дружелюбный. В кино с 30 июля. Do'stlar, ko'rdinglar kino. Treylerni ham o'zgacha bir yaxshi bo'ladigan umiddaman, chunki va'da qilishganda juda ham zo'r bo'ladi. Menimcha o'sha mutatsiyadan o'tgandan keyin juda ham zo'r bo'ladi. Boshqa pauklarga o'xshab o'sha qo'lidan o'tish, qo'lidan chiqishi, pauchinasi. Xo'p do'stlar, ko'rdinglar reaksiya qo'ldan kelgancha tushunganimcha qildim do'stlar. Kamchilik bo'lsa uzr so'rab qolaman do'stlar. Ham podдержка qolasizlar degan umiddaman do'stlar. Obuna, layklar bilan va o'zingizlarning fikringlarni yozdiringlar. Yana nimaga, qaysi qo'shiq, qaysi klip, qaysi muzika tegishli, qaysi kinoga reaksiya qilamiz do'stlar. Menga rahmat. Sog' bo'linglar do'stlar. Rahmat.